Albatta taqvodorlar uchun jannatda katta najot va ne'matlar bordir. Ya'ni bog'lar va usunlar, yosh va husnda tengqur, bo'luq siynali hur qizlar va sharob to'la qadahlar bordir. Ular u joyda biror behuda va yolg'on so'z eshitmaslar. Bu Rabbingiz tomonidan bo'lmish mukofot va hisob kitobdir. U osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsaning Parvardigori, Rahmon, mehribon zotdir. Undan izn bo'lmaguncha qiyomat kuni so'zlash imkoniyatiga ega bo'lmaslar. Ruh, Jabroil va barcha farishtalar saf tortib turadigan kunda odamlar gapirmaslar. Faqat Rahmon, mehribon zot izn bergan kishigina so'zlar va faqat rost so'zlar. Bu haq va rost kundir. Bas kim xohlasa Parvardigori tomon qaytadigan yo'lni tutar. Ey Makka kofirlari, dar haqiqat biz sizlarni yaqinda voqe bo'ladigan azobdan ogohlantirdik. U kunda har bir kishi o'zi qilib o'tgan narsani, ya'ni barcha yaxshi yomon amallarini ko'rar va kofir kimsa, koshki tuproq bo'lsam der.